Rahmli va rahmli bo'lgan Alloh nomi bilan Al-Fatiha olg'in. Rahm shafqatli, Al-Fatiha asri. Meni eslanglar, men ham sizlarni eslayman. Al-Baqara 250. Men yaqinman, meni chaqiruvchilarga javob beraman. Al-Baqara 280. Alloh tavba qiluvchilarni va poklanuvchilarni yaxshi ko'radi. Al-Baqara 230. Alloh sabr toqat qiluvchilar bilan birga. Al-Baqara 50. Alloh yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Al-Baqara 220. Alloh o'zi uchun qurbonlik qiladiganlardan rozi bo'ladi. Al-Baqara 227. Alloh o'zi yaxshi ko'radiganlarga donolik beradi. Al-Baqara 230. Alloh taqvodorlarni yaxshi ko'radi. Al-Imron 3. Alloh saxiylarni, sabrli va mag'firatli bo'lganlarni yaxshi ko'radi. Alloh o'ziga tavakkal qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Al-Imron 3. O'zingizga zulm qilmanglar, albatta Alloh sizlarga rahm qilguvchidir. Alloh adolatlilarni yaxshi ko'radi. Al-Mayda 5. Alloh o'zi uchun rahm shafqatni buyurgan. Al-An'am 6. Iymon keltirganlar senga kelganda, senga salom bo'lsin, Rabbing o'ziga rahm qildi, deb ayt. Allohning rahmati yaxshilik qiluvchilarga yaqindir. Al-Araf 7. Mening rahm shafqatim hamma narsani qamrab oladi. Al-Araf 7. Alloh taqvodorlarni yaxshi ko'radi. At-Tavba 9. Alloh payg'ambar va mo'minlar bilandir. At-Tavba 9. Alloh tinchlik uyiga, jannatga chaqiradi. Yunus 10. Alloh yaqin va javob beruvchidir. Hud 6. Albatta, Alloh eng yaxshi himoyachi va rahm qilguvchidir. Yusuf 10. Albatta, Allohni eslash bilan qalblar xotirjam bo'ladi. Ar-Rad 37. Agar shukr qilsangizlar, albatta, men sizlarga ko'paytirurman. Ibrohim 47. Bas bandalarimga xabar berginki, albatta, men mag'firatli va rahmli bo'laman. Alloh taqvo qilguvchilar va yaxshilik qilguvchilar bilan birga bo'lur.